endi qishloqli qanchadan beri endi bu devor turibdi sandiqli kapot bilmadim bir taraf so'g'ir o'ltirib uyg'onsam dars ko'rib qoldim devorda sandiq keyin sizlarni uyg'otishni boshladi mana boshliqi bilmadim qachondan beri paydo bo'lib qoldi. Katta savol, kim buni qo'yib ketgan, kimdandir sovg'ami bu bizga? Ha yo'q, qanaqa sovg'a, mana o'shanga hayronman. Qishloqli qanaqa bo'lishi mumkin, kim qo'yib ketgan bo'lishi mumkin? Hech kim ko'rmadinglarmi? Ochib ko'rdingmi? Ochib ko'rsam nima bo'lar ekan? Ha, kapor ochib ko'r, balki nimadir yoki ochma, balki tuzoq bo'lishi mumkin. Rostdan qopqon bo'lsa-chi, qanaqadir tuzoq bo'lsa-chi, ochsam ospongalab ketsa-chi hamma yo. To'xtanglar qishloqli, hech kim ko'rmadi. Mayli, ochib ko'ra qoling. Kim qo'ygan bo'lsa ham, yaxshi narsa bo'lsin-yu. Bu yerda tillali borani ham qishloqli kompas qanaqa bo'lishi mumkin. Bu yerda brani ham bor ekan. Mana ko'rsanglar, ularda kompas bor ekan. Kapot kim qo'yib ketgan ekan buni? Kim aqliga bunaqa rostdan ham hech kim ko'rmay qo'yib ketayotganda. Qani keyin sandiq ochib ko'raychi, keyin sandiqda portal bor ekan. Portal bilan keyin mamnuqa qurol bor ekan, pushka elektritskiy lazer bilan otadigan. Kapot menga qilmagan. Ha yo bo'ldi qishloqi, rostdan ham qanaqa bo'lishi mumkin? Mamnuqa otsa bo'larkan bu lazerli pushka bilan. Qani keyingisini ochib ko'raychi, keyingisidan balki nimadir tushunarli bo'lar. To'xtanglar, balkim qanaqadir o'g'ri emasmi? O'g'ri qo'yib ketmaganman, politsiyskidan bekayotganda men narsalarni ko'rmasin deb. Ha, rostdan ham kapot bo'lishi mumkin, o'g'ri bo'lishi mumkin. Hozir to'xtab turinglar, politsiyga telefon qo'ychi, hamma do'stlar, men otim Kapot, yangi joyga yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, ertalab turyapman, qishloqqa meni uyg'otdi. Yoppa, sandiqdan devorli sandiq. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Devor turibdi, ametda sandiqdan qilingan. Hozir rostdan ham qanaqadir o'g'ri qo'yib ketmagan. Bunga politsiyskidan bekiraman deb, lekin shuncha sandiq qoldirib ketishi mumkin emas. Hech kim ko'rmagan, kim qo'yib ketayotganini mayli politsiyskiga telefon qilib qo'yichi do'stlar, sizlarga qaytaman keyin gaplashib olib. Xo'p, tushunarli, rahmat sizlarga kattakon. Ana bo'ldi do'stlar, yo'q, lekin hech qanaqa shikoyatlar tushmabdi, hech kim qo'yib ketmagan ekan. Buni politsiyskiy bizaniki emas deyapti. Hech kim sandiqlarimizga qolib qoldi demayapti. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Qishloqqa kimdir qo'yib ketganini ko'rmagan, bitta kechirani kechqurun kim qanaqa qo'yib ketishi mumkin do'stlar? Qishloqqa ketib qolibdi, уже hammasi ishga ketib qolgandir. Mayli, ochib ko'raman balkim. Mana shu videoda endi mana shu devorli sandiqda hammasini ochib ko'ramiz do'stlar. Shu sandiqlarni hammasini ochib ko'ramiz. Xo'p, bo'lmasam do'stlar, sizlarga ham qiziqyapti, menga ham qiziqyapti. Balkim zo'r narsalar tushib qolar. Davay bo'lmasa boshlaymiz bu devorda sandiq ochish. Devorli sandiq ochish. Xo'p do'stlar, namuncha baland, namuncha uzun do'stlar. Mayli, bilmadik kim qo'yib ketganini, bularni qanaqadir qopqonga o'xshayapti, lekin qopqon emas. Mana ochsam, mana yerda bulojnik, oddiy bulojnik. Mayli, to'xtanglar, balkim endi varisandiq ochib ko'rsammikin. Hozir endi bilib olamiz. Balkim nimadir kimdir bilib olarmiz, kim qo'yib ketganini, chunki sandiq ichida kimdir qo'yib ketgani, o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagani. Mayli, tepasini ochib ko'raylik, tepasidan balkim nimadir bilib olar, kim qo'yib ketgani. Mayli, bo'lmasam do'stlar, ochirib farqi yo'q, kim qo'yib ketganiga eng oxirgisini ochiman. Oho, tepaligini qaranglar, mazza qilib mana shu videoda sizlar bilan ochib chiqamiz. Tepaligini qaranglar, butun qishloq ko'ryapti. Qaysini ochsam ekan, qaysini ochganimizga mana ochib ko'raman. O, lucky blocklar, bu 3 ta lucky block, imamnaqa stul nima qilaman, stulimda o'tiraman menda. Qaysi sandiq ochsam ekan, shunchalik ko'p sandiq, qaysi sandiq ochsam ekan deb o'tiramanmi? Sekin. Voy do'stlar, yaxshi hamki branya ham bor ekanda. Sekin sal qoldi. Mana lucky block ochib ko'ramiz. Botdi quyon. Nima bu qo'yib ketgan, anaqa quyonni yaxshi ko'radimi? U momentda nima temirli blok yaxshanki tegida turmagan ekanman. Temirli blok va kirka ham yo'qman, sindirishga hech nima yo'qman. Keyin sindirib ko'ramiz. Urichka balut tutishga mayli, tushunarli hech nima tushunganim ham yo'q bo'lganini. Xo'p, mayli, keyingisini ham ochib ko'ramiz. O'rtasini ochib ko'ramiz. Endi o'rtasida nimadir chiqar balkim. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Tak, davaychi, mana o'rtasiga ham yetib keldim. Hozir o'rtasida ochib qo'yamiz. Ana bu ham yetguncha qaysini ochsam ekan? Ana tezda ochaman. Sunduq degan yoziq, sandiq degan yoziq tushunmadim. Rostdan ham kimdir prosta paydo qilmagandir, kimdir qo'yib tushgan. Hamma joyda narsalarni kim qo'ygan ekan? O'sha qiziqmoqda. Hozir endi shu yoqqa yozib ko'ramiz. Sunduq deb yozib qo'yamiz bu yoqqa, sandiq deb. Mana qochib turgan gul adam bo'ldi. Mana mana shu turadi endi. Qani ketdi endi boshqa sandiqlarni ochishga. Qayshni ochsam ekan? Balkim eng chetidagini ochsam ekan. Davaychi do'stlar, eng chetidagini ochib ko'ramiz. Eng chetida turibdi, eng pastisini ochib ko'ramiz. O'sha yerdan boshlayveramiz ochishni. Qani mana shu eng chetidagi eng pasti. Hop. Wow do'stlar, olmoslar juda ham kerak menga olmoslar. Juda ham yaxshi momentda qanadir. Ne qo'b bor ekan, to'xtang, olmoslarni qo'ying. O'q 1,5 ta stak olmos bo'ldi menda endi. Menda olmoslar paydo bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Eng chetda yotsam balkim omadli bo'lar. Mamnaqa nagroding bor ekan, nagroding men nishonga o'xshaydi. Mana buni qaranglar hozir menga hech qanaqa kavali tushganim chiqib nishon deb mana mamnaqa niqob bor ekan. Videoni o'rgatish shunaqa yuraymi ekan? Bo'ldi, videoni o'rgatish shunaqa bo'laman, lekin va'da berayman. Mayli do'stlar, davom bo'lsa eng chetdisini ochib ko'ramiz. Mana omadim keldi. Balkim botdan ham zo'r narsa tushirib botdi eng chetidan ochib ko'ramiz. Voy do'stlar, chungan hozir ochib ko'ramiz deb biladi. Hozir yig'ib ko'ramiz. Albatta bu mashina-ku axir. Hozir mashina yig'aman o'zim. Juda ham zo'r bo'ladi hozir. Hoppa qilasizlar, 4 ta ballonni bu yoqqa qo'yasizlar. No 4 ta emas, bitta dona qo'yinglar atiga. Lekin hozir 3 tasini ham qo'yib chiqamiz do'stlar. Axir chotki zo'r mashina-ku Lamborghini hozir qo'yamiz-da. Shunda ichida sidinalar ham qo'yish kerak. Ichida mamnaqa stullarni ham qo'yib chiqish kerak. Xo'p do'stlar, ichida salonni ham qo'yamiz sidinalarni. Albatta buni uchib ko'ramiz yo'q hali. Davay bo'lmasa uchib ko'ramiz. Dvigatelni ham qo'yamiz, motorni bu mashinaga. Ana bo'ldi qo'ydi. Endi utsam bo'ladi. Qani ketdi o'nimni his yo'q. Rangli mashina, chotki mashina paydo bo'ldi. Qimmatroq sekin. Bo bekor mashina dabdala bo'ldi. No mayli do'stlar, hali shuncha sandiq bor. Balkim yana mashina tushadi, balkim mashina yig'amiz yana. Shuncha sandiq bor, hammasi nimadir bor do'stlar. Mana eng chetidan ochib ko'ramiz. Eng cheti omadliga qaraqadir. Botni ochib ko'ramiz. Wow do'stlar, rostdan omadli ekan. Qaranglar, bu ninjani kiyimi-ku axir, ninjani kiyimi surikella bor ekan yana. Hozir ninjani kiyini hamma kiyib olamiz. Hozir niqob ham masalani ham mana qarang do'stlar, ninjani kiyimini kiyib oldim. Ana bo'ldi. Imomnaqa surikenlar bor ekan, ochib kiyimnaqa bitta gigantskiy bor ekan. O'g'imnaqa surikenlar. Namnaqa surikenlar bor ekan. Qishloqlar qarislar. Mendan qo'rqib ketdinglarmi? Mayli, hammasi ishda-ku. Mana ishlashim kerak edi o'z bog'imda. Namnaqa gigantskiysi bor ekan keyin. Buni qaranglar, ko'rdinglar, qaqqa uchib ketdi. Mayli, mashina ochib ko'ramiz dema. Mashina uchdi, surikenlar qani ochib ko'ramiz. Botda nima bor ekan? Mashina uchishda men mashina ochish kerak ekan. Wow do'stlar, olmoslar kakras juda ham zo'r kakras menga olmoslar keligida. Wow, qanaqa omadim keldi do'stlar. Imomnaqa taqimchoq bor ekan, bo'yinga osadigan. Qani os ko'rlichi. Botda nima? Olmosni tillali taqimchoq bor ekan, bo'yinga osadigan. 604 deb yozilgan ekan. 604 nima degani endi bu 604? Balkim shu 604-sandiq qoch deganmikin ham. Yo'q, 604-sandiq qoch ko'rimcham, o'sha tamom bo'laman. Do'stlar, 604-sandiq bunaqa bo'lishi mumkin emas. Balkim bu tilladaqa olmos 604-mikin. Mayli, qiziqmas uje. Keyingi sandiqlarni ham ochib ko'ramiz. Bu nima bu? Turbina, qaradi, turbina, steam turbina nima bu? Katta narsami endi bu turbina? Wow, mana buni qaranglar. Turbinaga rostdan nimadir yozilgan, endi bu xavfli deb yozilgan ekan, hamda xavfli deb yozilgan ekan hamma joyga, lekin nimaligini hali ham tushunmayapman. Ko'raman, lekin hech nima tushunmayapman nimaligini. Agar sizlar bilsangiz izohda yozib qo'yinglar, qanaqadir turbina ekan. Mana bitta narsa o'tgan, akkumulyator bo'tdi. Mana bitta qanaqadir narsalar, sistemalar, simlar, akkumulyatorlar xullas shunga narsa ham shu bo'ldi. Mayli, izohda yozib qo'yinglar, sizlar bilsangiz bu nima bu? Keyingi sandiq TNT, nima o'rmonli TNT. Qani portlat ko'rdichi, butun qishloq yopib ketmaydi, bu sandiqlar ham yopib ketmaydi. Ishqilib buni portlatsam hozir. Mayli, portlat ko'ring, bular yopib ketmasa bo'ldi. Bitta zajgalka ham bor edi o'sha sandiqda. Qani portlat ko'rdichi, bu demak o'rmonli TNT'ni nima bo'lar ekan endi?
Minecraftda o'tirdi, hozir to'xtaylik, sizga qaytaman, Minecraftga kiraman. Minecraft kirdim, mana nima bo'ldi endi? Tushunmadim, hamma yoq daraxtlar paydo bo'ldi. Yo do'stlar, tushundim men nimaligini buni axir. Bu axir o'rmonlik tinchlik-ku, to'g'rimi do'stlar? Bitta portlatsam, demak hamma yoq o'rmon bo'ldi. Ha, o'rmonlik tinchlik portlatdim, hamma yoq o'rmonga aylanib qoldi. Bo'ldi, tushundim. Demak, menda qishloq ham o'rmon, menda ham hamma yoq daraxt bo'lib yotibdi. Axir o'rmon ko'p daraxt, mana qishlog'imizni qaranglar. Hamma yoqda daraxt paydo bo'lib qoldi. Mana daraxtlarni qaranglar. Hamma yoqda daraxt paydo bo'lib qoldi. Qishloqlarga nima deyman endi? Mayli, hozir uydamansiz, mayli do'stlar, keyingilarni ham ochib qo'yaylik, keyingi sandiqlarni. Tushunarli, bu o'rmonlik tinchlik daraxtlar paydo bo'lib qoldi. Hamma yoqda o'rmon bo'lib qoldi. Endi bizning qishloqimiz. Tushunarli. Qaysi sandiq ochsam ekan endi? Do'stlar, mana bo'ldi. Mana metni ham ochib ko'ramiz hozir. Qaysini ochsam ekan? Любойni olsam bo'ladi. Qolganini o'tsam bo'ladi. Mana bu yerda nima? Velosiped mana bunaqa velosiped bor ekan, bu yosh bolalar uchun velosipedni maza qilib uchsa bo'ladi. Bunaqa g'ing qani ketdi do'stlar, mana bo'ldi. Hop. Sekin nomchiz uchyapti. Bu nima motor bormi? Rostdan mashinaga o'xshab, dvigateli bormi? Bu mashina rostdan ham shunga o'xshagan, juda ham tez uchar ekan bu yosh bolalar uchun. Velosiped kimga kerak? Kim berib yuboraman tekinga? Do'stlar, qaysini ochsam ekan? Уже ko'p sandiqlarni ham ochdik. Bo'pti, tugatsa ham bo'ladi endi videoni. Bo'pti do'stlar, bizning qishloqda qanaqadir qilib shunaqa devordan sandiqlar paydo bo'lib qoldi. Juda ham ko'p sandiqlar. Like bosish, obuna bo'lsangiz chiqmasa ham yaxshi, sog' bo'linglar.